Savol, nimaga namoz o'qimaysiz? Ayting, sizni sajda qilmasligingizga sabab Alloh azza va jallaning bir dushmanchilik bormi siz bilan Allohning o'rtasida? Alloh azza va jalla sizga bir zulm qildimi yoki sizni norozi qildimi? Alloh azza va jalla siz dilingizni og'ritdimi? Hattoki sajda qilmaysiz. Hattoki peshingizni yerga qo'yishlik uchun Alloh azza va jalla nima biron joyingiz kam qilib qo'ydimi? Siz biron bir daqiqa o'tirib o'ylanganmisiz? O'zingiz ustida, nafsingizni, jasadingizni, atrofingizdagi narsalarning ustidan o'ylanganmisiz? Siz Alloh azza va jallaning yerida yashab turib namoz o'qimasligingiz. Siz Alloh yaratgan bo'lsa, qanday qilib shu soatga namoz o'qimaysiz? Sizga farzand bergan bo'lsa, sizni sog' omon qilgan bo'lsa, sizga og'risangiz shifo bersa, rizqingizni bersa, umringizni bersa, qanday qilib shu zotga peshoningizni yerga qo'yishlikdan bosh tortasiz?